Suleyman alayhissalom ketyapsa bir o't men yurak sanchig'iga davoman. Hali o'tida olib dori qilib qo'ydilar. Bir kundan keyin bir yigit keldi, otamni yuragi sanchyapti. Mana shu dorini ichsin. Dorini berib yubordilar. 2 kundan keyin keldiki, otam doringizni ichdi-yu o'ldi. Hazrat Luqmon juda izza bo'lib ketdilar, uyalib. Ketyapsalar yana hali o't men yurak sanchig'iga davoman deb oyoqlari bilan ezdilar. Yolg'onchi, kazzob. Shunda o't aytdi: "Ey Luqmon, men ajalga davo emasman, yurak sanchig'iga davoman. Umr bo'lsa davo qiladi hamma doriga. Umr tugagan ajalli davosi yo'q. Umr bo'lsa o'sha davo dori sabab bo'ladi, sog'ayadi."